Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni oddiy tilda tushuntirib bermoqchiman. Yangi to'lovlar nima? Ular qayerdan paydo bo'lyapti va eng asosiysi, kim to'lashi kerak, kim esa to'lamasligi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga, tadbirkorga, uy-joy egasiga, ijarada yashayotgan fuqaroga, avtomobil haydovchisiga va hujjat bilan ish qiladigan har bir odamga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik yangi to'lov degan xabarni eshitadi, lekin uning majburiymi, ixtiyorimi, kimga qo'llanishini aniq bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuboradi yoki aksincha, vaqtida to'lamay jarima, penya va muammo o'rtirib oladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bugun sizga masalani qonuniy, amaliy va hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval bitta narsani aniq qilib olaylik. Yangi to'lov deganda hamma vaqt ham yangi soliq degan tushunilmaydi. Ba'zan bu davlat boji bo'ladi, ba'zan xizmat haqi bo'ladi, ba'zan kommunal yoki majburiy yig'im bo'ladi. Ba'zan esa faqat ma'lum toifadagi odamlar uchun qo'llanadigan badal bo'ladi. Eng katta xato shundaki, odamlar bu tushunchalarni bir-biriga aralashtirib yuboradi. Masalan, soliq deganda davlat byudjetiga qonun asosida to'lanadigan majburiy to'lov tushuniladi. Davlat boji esa siz biror hujjat olayotganingizda, sudga murojaat qilayotganingizda, notarius xizmatidan foydalanayotganingizda yoki rasmiy davlat xizmatini olganingizda undiriladigan to'lovdir. Xizmat haqi esa ko'pincha sizga ko'rsatilayotgan aniq xizmat uchun olinadi. Masalan, kadastr hujjatini tayyorlash, ma'lumotnoma berish, texnik ko'rikdan o'tkazish, hisoblagich o'rnatish kabi holatlarda oldin ko'p jarayonlar qog'ozda navbatda idoradan idoraga yurish orqali amalga oshirilardi. Odam to'lov borligini ham, miqdorini ham ko'pincha joyiga borganda bilardi. Hozir esa ko'p to'lovlar elektron tizimlarga o'tyapti. MyBankDabuz soliq organlarining shaxsiy kabineti, bank ilovalari, kommunal to'lov tizimlari, kadastr va notarial tizimlar orqali ma'lumotlar avtomatik ko'rinadigan bo'lyapti. Bu yaxshi tomoni, lekin ikkinchi tomoni shundaki, odam telefonida yangi qarzdorlikni ko'rib qoladi va vahimaga tushadi. Bu nima? Men nima uchun to'lashim kerak? Xato emasmi? Kim hisoblagan? Mana shu joyda tushunish kerak bo'lgan asosiy masala bor. Har qanday to'lovning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Ya'ni u qonun prezident qarori, vazirlar mahkamasi qarori, mahalliy kengash qarori yoki rasmiy tarif bilan belgilangan bo'lishi kerak. Agar sizdan yangi to'lov chiqdi, to'lang deyishsa, siz birinchi navbatda uning nomini, asosini, miqdorini va kimga qo'llanishini so'rashingiz kerak. So'nggi yillarda eng katta o'zgarish shundaki, to'lovlar ko'proq shaxsga emas, obyektga, mulkka, faoliyat turiga yoki aniq xizmatga bog'lanmoqda. Masalan, odamning uy-joyi bo'lsa, unga mol-mulk solig'i chiqishi mumkin. Yer uchastkasi bo'lsa, yer solig'i chiqishi mumkin. Avtomobil bo'lsa, texnik ko'rik, sug'urta, jarima yoki boshqa majburiy to'lovlar paydo bo'lishi mumkin. Tadbirkorlik qilsa, soliq rejimi, ijtimoiy soliq, aylanmadan soliq yoki boshqa majburiyatlar yuzaga kelishi mumkin. Davlat xizmatidan foydalansa, davlat boji yoki xizmat haqi chiqishi mumkin. Oldin ayrim odamlar men hech qayerga bormadim, demak to'lovim yo'q deb o'ylardi. Hozir bunday emas. Tizimlar o'zaro bog'lanayotgani sababli kadastrdagi uy, soliqdagi ma'lumot, bankdagi to'lov, notariusdagi bitim, avtomobil ro'yxati yoki tadbirkorlik guvohnomasi bir-biriga ulanadi. Natijada oldin ko'rinmay yurgan majburiyatlar endi ko'rinishi mumkin. Bu yerda yana bir nozik nuqta bor. Ba'zan yangi to'lov aslida yangi paydo bo'lmagan bo'ladi. Faqat endi elektron tizimda ko'rina boshlagan bo'ladi. Fuqaroning yer solig'i yoki mol-mulk solig'i oldindan ham bo'lgan, lekin u xabarnoma olmagan, manzili o'zgargan, uy hujjati to'liq rasmiylashmagan yoki qarzdorlik kichik bo'lgani uchun e'tibor bermagan. Keyin bir kuni bank ilovasida yoki soliq kabinetida qarzdorlik ko'rinadi. Odam bu yangi to'lov ekan deb o'ylaydi. Aslida bu eski majburiyat bo'lishi ham mumkin. Birinchi navbatda uy-joy, yer uchastkasi, noturar bino yoki boshqa ko'chmas mulkka ega odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki mulk bor joyda odatda soliq majburiyati ham bo'ladi. Masalan, Toshkent shahrida yoki viloyatda kvartirangiz bor. Siz u yerda yashamasligingiz mumkin. Ijaraga bergan bo'lishingiz mumkin yoki bo'sh turgan bo'lishi mumkin. Lekin mulk sizning nomingizda bo'lsa, soliq ham odatda sizning nomingizga hisoblanadi. Men u uyda yashamayman degan gap mol-mulk solig'idan ozod qilmaydi. Ikkinchi toifa, yer egasi bo'lganlar. Tomorqa dala hovli, yaka tartibdagi uy oldidagi yer, tadbirkorlik uchun ajratilgan yer, dehqon xo'jaligi yoki boshqa yer turi bo'lsa, uning toifasi. Maydoni va joylashgan hududiga qarab to'lov hisoblanishi mumkin. Masalan,
Bir odamning 6 sotiq hovlisi bor, boshqasining 12 sotiq yer uchastkasi bor. Ularning solig'i bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki maydon kadastr qiymati hudud va imtiyozlar farq qiladi. 3-toifa tadbirkorlar, yakka tartibdagi tadbirkor, oilaviy korxona, MSJ xizmat ko'rsatuvchi, savdo qiluvchi, onlayn savdo bilan shug'ullanuvchi. Ijara beruvchi odamlar o'z majburiyatlarini alohida tekshirish kerak. Tadbirkorlikda eng xavfli narsa men kichkina ishlayapman, menga tegishli emas deb o'ylash. Soliq tizimi ko'pincha faoliyat turi, tushum, xodimlar soni, shartnomalar va kassadagi aylanmaga qaraydi. Agar sizda faol istir hisob raqam, onlayn kassa, ijara shartnomasi yoki xodim bo'lsa, to'lov majburiyati paydo bo'lishi mumkin. 4-toifa ijaraga uy beradiganlar. Ko'pchilik men uyimni qarindoshga berdim yoki uyga ozgina pul olaman deb rasmiylashtirmaydi. Lekin ijara daromad hisoblanadi. Agar ijara shartnomasi tuzilsa, soliq masalasi ham kelib chiqadi. Agar shartnoma tuzilmasa, keyinchalik nizo chiqsa, ijara puli undirilmay qolishi, jarima bo'lishi yoki kommunal qarzdorlik kimga tegishli ekani bo'yicha muammo tug'ilishi mumkin. 5-toifa avtomobil egasi bo'lganlar. Avtomobil bilan bog'liq to'lovlar ham turlicha bo'ladi. Sug'urta alohida, texnik ko'rik alohida, jarima alohida, ayrim ruxsatnoma yoki xizmatlar alohida. Masalan, mashina sizning nomingizda, lekin uni ukangiz haydayapti. Jarima kameraga tushsa yoki majburiy to'lov chiqsa, ko'pincha egasi bo'yicha ko'rinadi. Shuning uchun mulk kimning nomida bo'lsa, javobgarlik ham ko'pincha o'sha odamda bo'ladi. Agar sizda hech qanday ko'chmas mulk bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyatingiz bo'lmasa, avtomobilingiz bo'lmasa, davlat xizmatiga ariza bermagan bo'lsangiz va nomingizda hech qanday obyekt ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ko'p to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin bu ham 100% hech narsa yo'q degani emas. Chunki ba'zan qarzdorlik sud qarori, jarima yoki noto'g'ri biriktirilgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun kamida vaqti bilan shaxsiy kabinetlaringizni tekshirib turish kerak. Masalan, bir fuqaro hech qanday tadbirkorlik qilmaydi. Lekin oldin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan va keyin faoliyatini yopmagan. U men ish qilmayapman deb yuradi. Tizimda esa faol tadbirkor bo'lib turishi mumkin. Bunday holatda ayrim majburiyatlar hisoblanishi ehtimoli bor. Demak, xavotir qilmaslik uchun ham tekshirish kerak. Birinchi misol, Aziz aka 2021 yilda kvartira sotib oldi. Notariusdan o'tdi, kalitni oldi. Lekin soliq kabinetiga biror marta kirmadi. 2024 yilda bank ilovasida qarzdorlik chiqdi. U bu qanday yangi to'lov deb hayron bo'ldi. Tekshirsa, mol-mulk solig'i bir necha yil davomida hisoblangan, lekin u vaqtida to'lamagan. Agar yiliga, masalan, 2.000 so'mdan hisoblangan bo'lsa, 3 yil ichida 7.000 so'm bo'ladi. Ustiga penya qo'shilishi mumkin. Bu yerda yangi to'lov emas, balki vaqtida ko'rilmagan majburiyat bor. Ikkinchi misol. Dilnoza opa hovlisining bir qismini kichik do'kon uchun ijaraga berdi. Oyiga 2 million so'm oladi. Bu oilaviy kelishuv. Hech kim bilmaydi deb o'yladi. Keyin ijarachi elektr, suv va chiqindi to'lovlarini to'lamay ketdi. Shartnoma yo'q. Kim javobgar ekani aniq emas. Bundan tashqari ijara daromadi rasmiy ko'rsatilmagan. Natijada bir muammo ikki muammoga aylandi. Kommunal qarz va soliq masalasi. To'g'ri yo'l nima edi? Ijara shartnomasini rasmiylashtirish. Kim qaysi to'lovni to'lashini yozish. Kommunal hisoblash ko'rsatkichlarini topshirish va daromad bo'yicha majburiyatni aniqlashtirish. Uchinchi misol. Jasur ismli yigit onlayn savdo qiladi. Ijtimoiy tarmoq orqali kiyim sotadi. Oyiga 11 million so'm aylanma qiladi, lekin rasmiy tadbirkor emas. U men katta do'kon emasman deb o'ylaydi. Lekin muntazam savdo, reklama buyurtma, yetkazib berish va pul tushumi bor. Bu holatda davlat organlari buni tadbirkorlik faoliyati sifatida baholashi mumkin. Agar u vaqtida ro'yxatdan o'tsa, mos soliq rejimini tanlasa, hujjatlarni tartibga solsa, keyingi jarima va tushuntirishlardan qutuladi. 4-misol. Bir oilada avtomobil otaning nomida, lekin o'g'il haydaydi. O'g'il bir necha marta qoidabuzarlik qiladi. Jarimalar keladi, ota esa xabar topmaydi. Keyin majburiy undiruv boshlanganda ota men haydamaganman deydi. Lekin avtomobil egasi sifatida ma'lumot unga bog'langan bo'ladi. Bunday holatda oilada ham aniq tartib bo'lishi kerak. Kim haydaydi, jarimani kim to'laydi, sug'urta kimning nomida, ishonchnoma va hujjatlar joyidami? Endi juda muhim qismga o'tamiz. Har doim ham hamma odam bir xil to'lamaydi. Imtiyozlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Ko'p bolali oilalar
yoki qonunda ko'rsatilgan baho, toifalar ayrim soliqlar yoki to'lovlardan qisman yoki to'liq ozod qilinishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanadimi yoki ariza berish kerakmi? Buni albatta tekshirish kerak. Ko'p odam aynan shu joyda xato qiladi. Men pensionerman, demak menga soliq yo'q deydi. Aslida imtiyoz faqat bitta obyektga, ma'lum maydongacha, ma'lum shartlar asosida yoki faqat hujjat taqdim qilingandan keyin qo'llanishi mumkin. Agar pensionerning nomida ikkita uy bo'lsa, imtiyoz ikkalasiga ham bir xil berilmasligi mumkin. Agar nogironlik bo'yicha hujjat tizimida ko'rinmasa, soliq organi imtiyozni hisobga olmasligi mumkin. Demak, maqom borligi yetarli emas. U rasmiy bazada to'g'ri aks etishi kerak. Yana bir istisno, meros mulk. Ota yoki ona vafot etgan, uy hali merosxo'rlar nomiga rasmiy o'tmagan, lekin mol-mulk bor, kommunal to'lovlar bor, yer bor. Oilada hujjatni keyin qilamiz deb yurishadi. Yillar o'tadi, qarzdorlik yig'iladi, meros masalasi murakkablashadi. Keyin sotmoqchi bo'lishsa, notariusda, kadastrda yoki soliqda muammo chiqadi. Shuning uchun meros mulkni vaqtida rasmiylashtirish kerak. Bu faqat huquq masalasi emas, to'lovlar masalasi hamdir. Yana bir nozik holat, obyekt foydalanilmayotgan bo'lsam to'lov chiqishi mumkin. Masalan, do'kon yopiq turibdi, lekin ijara shartnomasi, yer, bino yoki tadbirkorlik ro'yxati faol. Ishlamayapman deyish hujjatlarda ham aks etish kerak. Faoliyatni to'xtatish, shartnomani bekor qilish, hisoblagich ko'rsatkichlarini yopish, soliq organiga tegishli tartibda xabar berish kerak bo'ladi. Birinchi tuzoq, SMS yoki ijtimoiy tarmoqdagi xabarga ishonib pul to'lash. Hozir firibgarlar ham sizda yangi to'lov bor, jarima chiqdi. Qarzdorlikni yopmasangiz karta bloklanadi deb havola yuborishi mumkin. Men bunday holatda hech qachon noma'lum havolaga kirmaslikni tavsiya qilaman. Faqat rasmiy ilovalar, rasmiy saytlar, bank ilovasi yoki davlat xizmatlari portali orqali tekshiring. Ikkinchi tuzoq, to'lovni noto'g'ri rekvizitga o'tkazish. Ayrim odamlar tanishim aytdi deb karta raqamiga pul tashlaydi. Davlat to'lovi bo'lsa, unda odatda rasmiy hisob, invoice, QR kod, to'lov identifikatori yoki shaxsiy hisob bo'ladi. Agar siz pulni oddiy karta raqamiga yuborsangiz, keyin bu to'lov tizimida yopilmasligi mumkin. Pul ketadi, qarzdorlik esa turaveradi. Uchinchi tuzoq, eski egadan qolgan qarz. Uy, yer yoki avtomobil sotib olayotganda faqat narxga qaramang. Soliq qarzi, kommunal qarz, jarima, taqiq, garov, sud nizosi bor yo'qligini tekshirish kerak. Masalan, siz kvartira sotib oldingiz, lekin elektrdan 3 million so'm, suvdan 1 million so'm, chiqindidan 500 ming so'm qarz bor. Notarius bitimida bu masala aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin kim to'lashi bo'yicha tortishuv boshlanadi. To'rtinchi tuzoq, hamma to'layapti, men ham to'layman degan yondashuv. To'lovlar individual bo'ladi. Qo'shningizga chiqqan to'lov sizga ham chiqadi degani emas. Sizga chiqqan to'lov ham har doim to'g'ri degani emas. Kadastr maydoni xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Mulk egasi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Imtiyoz qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Qarz boshqa davrga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval tekshirish, keyin to'lash kerak. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, to'lovning nomini aniqlang. Bu soliqmi, davlat bojimi, jarimami, xizmat haqimi, kommunal to'lovmi yoki boshqa yig'immi? Nomi aniq bo'lmasa, masala ham aniq bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, qaysi organ hisoblaganini aniqlang. Soliq bo'lsa, soliq organi. Kommunal bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot. Jarima bo'lsa, vakolatli organ. Davlat boji bo'lsa, xizmat ko'rsatilayotgan idora. Har bir to'lovning egasi bor. Kimdir aytdi degan javob yetarli emas. Uchinchi qadam, shaxsiy kabinetlaringizni tekshiring. My Bank of Uz soliq organining shaxsiy kabineti, bank ilovasi, kommunal xizmatlar ilovasi yoki hududingizdagi rasmiy to'lov tizimlaridan foydalaning. Agar internetdan foydalana olmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. Pasport yoki ayda karta, stir, kadastr hujjati, avtomobil texnik pasporti, shartnoma yoki boshqa tegishli hujjatlarni olib boring. To'rtinchi qadam, hujjatlaringizni solishtiring. Masalan, soliq sizga o'rin sotiq yer uchun chiqyapti, lekin hujjatda 6 sotiq bo'lsa, bu xato bo'lishi mumkin. Uy maydoni 20 kvadrat metr deb turibdi, hujjatda taqama kvadrat metr bo'lsa tekshirish kerak. Avtomobil sizning nomingizda turibdi, lekin allaqachon sotilgan bo'lsa, oldi sotdi rasmiy o'tganmi? Ishonchnoma bilan yuribdimi? Buni aniqlang. 5-qadam, imtiyozingiz bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat tayyorlang. Pensionerlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ijtimoiy himoya bo'yicha hujjat, meros hujjati, kadastr ma'lumotlari, sud qarori yoki boshqa asoslar kerak bo'lishi mumkin. Hujjat og'zaki aytilmaydi, rasmiy taqdim qilinadi. 6-qadam,
Agar to'lov noto'g'ri deb hisoblasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Murojaatda to'lov raqami, summa, davr, obyekt manzili, sizning e'tirozingiz va ilova qilinayotgan hujjatlarni ko'rsating. Masalan, mening nomimga 2023 yil uchun yer solig'i hisoblangan, lekin ushbu yer 2022 yil Yunbey martdagi oldi sotdi shartnomasi bilan boshqa shaxsga o'tgan. Shu sababli hisob kitobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 7-qadam. To'lovni amalga oshirganda chekni saqlang. Elektron chek bo'lsa yuklab oling. Qog'oz chek bo'lsa rasmiga oling. Chunki ba'zan tizimda to'lov kech aks etadi yoki noto'g'ri shaxsiy hisobga tushadi. Chek sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. 8-qadam. Qarzdorlik katta bo'lsa bo'lib to'lash imkoniyatini so'rang. Ayrim to'lovlar bo'yicha muddat. Qayta hisob kitob yoki qonuniy tartibda bo'lib to'lash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Eng yomoni yashirinib yurish, chunki qarz o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha, penya majburiy undiruv. Hisob varaqqa cheklov yoki mulk bilan bog'liq operatsiyalarda to'siq bo'lishi mumkin. Men har bir oilaga oddiy daftar yoki telefon eslatmasida to'lovlar ro'yxatini yuritishni maslahat beraman. Uy bo'yicha mol-mulk solig'i, yer solig'i, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, ijara avtomobil sug'urtasi, texnik ko'rik, tadbirkorlik bo'lsa soliq hisobotlari va boshqa majburiyatlar. Har birining muddati, taxminiy summasi va qayerdan tekshirilishi yozib qo'yilsa, kutilmagan qarzdorliklar kamayadi. Masalan, oilada ota-onaning nomida hovli, farzand nomida avtomobil, yana bitta kvartira ijarada bo'lishi mumkin. Har bir obyekt alohida majburiyat keltiradi. Agar hamma narsa bitta odamning esida tursa, albatta nimadir unutiladi. Lekin ro'yxat bo'lsa yil boshida tekshirib chiqasiz, to'lovlarni rejalashtirasiz, ortiqcha penya to'lamaysiz. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yondashuv shunday: vahma qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Birinchi kuni hammasini to'lab yuborish shart emas, lekin bir oylar davomida qarab yurish ham noto'g'ri. Avval manbani tekshiring, keyin asosini ko'ring, keyin hujjat bilan solishtiring. Keyin to'lash yoki e'tiroz bildirish bo'yicha qaror qiling. Agar to'lov qonuniy bo'lsa, uni vaqtida to'lagan yaxshi. Chunki vaqtida to'langan 300 ming so'm keyinchalik penya va jarima bilan 500 ming yoki 700 ming so'mga aylanishi mumkin. Agar to'lov noto'g'ri bo'lsa, uni ham vaqtida ko'tarish kerak. Kechikkan sari dalillar yo'qoladi, muddatlar o'tadi, keyin masalani hal qilish qiyinlashadi. Eng muhimi, har bir to'lov bo'yicha men nima uchun to'layapman degan savolga javob bo'lishi kerak. Agar javob aniq bo'lsa, muammo yo'q. Agar javob noaniq bo'lsa, tekshirish kerak. Oddiy fuqaro ham o'z huquqini bilsa, ortiqcha pul to'lamaydi va qonuniy majburiyatdan ham qochmaydi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki. Yangi to'lovlar deganda hammasini bir xil tushunmaslik kerak. Ular soliq, davlat boji, xizmat haqi, kommunal to'lov, jarima yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Kim to'lashi esa mulk, faoliyat, shartnoma, hujjat, imtiyoz qonuniy asosga bog'liq. Sizning vazifangiz har bir to'lovni nomi, manbasi, summasi va huquqiy asosi bo'yicha tekshirish. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Hujjatlaringizni tartibga soling. Shaxsiy kabinetlaringizni tekshirib turing. Imtiyozingiz bo'lsa, rasmiy tasdiqlating. Noto'g'ri hisob kitob bo'lsa, yozma murojaat qiling va to'lov cheklarini saqlang. Shunda siz na ortiqcha pul to'laysiz, na qonuniy qarzdorlikni yeb qo'yasiz. Sizda ham yangi to'lov, tushunarsiz qarzdorlik yoki noto'g'ri hisoblangan summa bo'yicha holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday masala har bir oilaga bir kuni kerak bo'lishi mumkin.